Bir Namrat erning ayoli hovli supurgili chiqibdi va sirtda kiyimlari jul-jul uch buvayni ko'rib qopti. Turqidan qo'rsqining ichib, holidan ketay deb qolganligini ko'rib, ularni uyga kirib tamoq yeyishga taklif qildi. Bu uch buvay tangla. Yo'ldishingizdan so'rab beqing, u qo'shilamdi yo'q debdi. Yo'ldishi bo'lsa, nihoyat xushal holda, albatta bo'ladi. Hojatmanlarga yordam qo'limizni sunish qilishga tegishli ish emasmi? debdi. Bu gapni anglagan uch qeri buvayning chiroyidan rozimanlik tabassumi jildilanibdi va amaliyotda biz boylik elchisi, muvaffaqiyat elchisi va sog'lomlik elchisi, er ayol ikkinglarning bizga bo'lgan oq ko'ngillarcha muomalasi bizni to'liq ta'sirlantirdi. Biz uchimizdan qaysimiz o'yinlarga kirsak, sizlar shu narsadan andisha qilmay yashaysizlar. Qani tanlanglar, sizlarga nima kerak? Lekin esinglarda bo'lsin, faqat birsimizni tanlay olaysizlar, debdi. Ayol boylik elchisi kirsin, debdi. Er bo'lsa, muvaffaqiyat elchisi kirsin, debdi. Bu chog'da ularning kichikkina farzandi chiqib ketdi va meningcha sog'lomlik elchisi kirsin. Shundoq bo'lgandila dadam opam og'riq azobi tortmay yashaydi ekan. Biz bir oila kishilari sog'lom turmush kechirsak, nima degan yaxshi, debdi. Shuning bilan ular sog'lomlik elchisini taklif qildi. Hayron qolarligi shuki, sog'lomlik elchisining kaynidan boylik bilan muvaffaqiyatmi tang agishib kiribdi. Er ayol so'rabdi. Birsimizni taklif qila olaysizlar degan tonglarg'u? Sog'lomlik elchisi kulib turib, shundoq, biroq men o'xshamayman. Faqat meni tanlagan joyga boylik bilan muvaffaqiyatmi agishib keladi. Chunki sog'lomlik bo'lmasa, boylik bilan muvaffaqiyat hammasi asqatmas narsalar emasmi? debdi.